Bir oy oldin bir ayol kishi qilish kerak bo'lgan ishlarni bilmaydi deb qizimni yetaklab keluvdingiz. O'zingiz ham erkak kishi qilish kerak bo'lgan ishlarni bilmas ekansiz. Bo'lmasam mundoq qilamiz kuyov bola. Bo'lmasam siz bizga bir oy muhlat beruvdingiz a? Mayli, sizga 2 oy muhlat. Mana shu qo'y, mol, ot so'yishni o'rganib keyin kelarsiz, ha? Nima dedingiz? Dada, men sizni tushundim. Uzr. Ming bor uzr. Yaxshi. Endi Hapomisni shart qo'yish bizdan-da. Siz mana shu ishlarni o'rganib keling. Ana o'shanda mobilani olib ketishingiz mumkin. Agar o'rganib kela olmasangiz, Hapomisiz, joyi chiqsa qizimni uzatib olaman. Bu nima deganingiz, dada? Bu deganim salomga yarasha alik degani, o'g'lim.